Minecraft o'yinini taxminan 60-70% o'yinchi survival rejimda o'ynaydi. Va bugungi videoda biz Minecraftdagi survival rejim uchun kerakli bo'lgan lifehacklarni ko'rib chiqamiz. Undan oldin esa kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosing va videoni albatta oxirigacha ko'ring. Unda birinchi lifehackni ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, siz uyingizni topish uchun teparoqqa chiqdingiz va pastga tushish uchun sizda hech qanaqangi suv ham, chelak ham yo'q. Shunchaki mana bu yer blokdan tashqari va hozir sizlarga shu yer blok bilan qanday qilib osongina tushib olishni o'rgataman. Birinchi o'rinda blokni mana shu yerga qo'yasiz va ustiga turib olasiz va so'ngra mana bunday turib olib, yer blokni sindirib va tezlik bilan yer blokni yana qayta qo'yishga harakat qilasiz. Va bu yerda sizning tezligingiz ham katta rol o'ynaydi. Bunday tushish juda ham oson. Mana ko'rishinglar mumkin, men hech qanaqa suvsiz yoki chelaklarsiz, shunchaki oddiy yer bloki yordamida tepadan tushib oldim. Ko'rganinglardek, bu juda ham oson va istalgan odam buni qilishi mumkin. Va agarda sizda chelak bilan suv bo'ladigan bo'lsa, menga o'xshab water drop qilishingiz ham mumkin. Aniq bilaman, keyingi lifehack ham sizni hayron qoldiradi. Bu lifehack ham survival rejimda juda ham ko'p kerak bo'lishi mumkin. Lifehackni bajarish uchun bizga shunchaki 2 dona qum bloki kerak bo'ladi. Xuddi menga o'xshab qum blokni mana shunday qilib tashlaysiz va ikkinchisini ham tashlaysiz. U sizni siqa boshlaydi, lekin sekinlik bilan chiqishga harakat qilasiz va ko'rib turganinglardek xuddi Spectre modelga o'xshab atrofdagi narsalar ko'rinadi, ya'ni yer ostidagi narsalar ko'rinadi. Hattoki yer ostidagi moblarni ham ko'rishingiz mumkin. Agar omadingiz kelsa, Ender portalni ham ko'rishingiz mumkin, ya'ni Ender Dragonga boradigan portalni ham. Bu narsa oddiy mirda emas, hattoki Nezerda ham ishlaydi. Xuddi menikidek qilib chuqur kavlab olasiz va o'zingizni ustingizdan qumni tashlaysiz. Mana shunday qilib biroz atroflarini kengroq qilib olishingiz kerak, chunki qumdan uzoqroqqa qochishingiz uchun. Ana endi shoshilmagan holda birin-ketin qumlarni tashlaymiz. Okey. Xo'p, ana endi asta-sekinlik bilan o'tirgan holatda yaxshiroq bo'ladi. Qumdan sekin chiqishga harakat qilamiz va mana ishlayapti. Ko'rishingiz mumkin, ozroq ko'rindi. Hozir to'g'rilayman. Va mana bola, hattoki lavani tagini ham ko'rishi imkoni bor. Uni ichida yurgan moblarni ham ko'rishingiz mumkin. Ishonmaganlar uchun mana tashqariga ham chiqib ko'rsataman. Bu yerda butkul lava bor va boya ko'rgan bo'lsanglar, magmalar ham sakrab yurgandi. Oramizda speedrunchilar bo'ladigan bo'lsa, bu lifehack aynan siz uchun. Birinchi bo'lib blokka yopishgan holda bloklarni buzishga harakat qilaman. Qani necha sekund ichida bu bloklarni hammasini buzib bo'lar ekan. Okey, oxirgisi va 15-33 sekund ichida hamma bloklarni sindirib bo'ldi. Ana endi ikkinchisini ham qilib ko'ramiz va ikkinchisini uzoqroqdan qilamiz. Ya'ni bloklardan 3-4 blok uzoqda turgan holda buni sindirishni boshladim. Qani bu bloklarni necha sekund ichida sindirib bo'lar ekan? Va oxirgisi okey. Deyarli unchalik katta farqi yo'q ekan. Uni yopishib qazasizmi yoki uzoqdan qazasizmi, farqi yo'q. Bu lifehack emas, shunchaki bir eksperiment bo'ldi. Keyingi lifehackimiz mana shu narsa bilan bo'ladi. Menimcha buni ko'pchiligingiz bilsangiz kerak va buni yeyish orqali siz bu joydan ikkinchi joyga spam bo'lishingiz ham mumkin, xuddi Enderman kabi. Va mana bu yerdan osongina tushib olish imkoni ham topildi, hattoki suvsiz. Bu yordamida hattoki lavadan ham omon chiqishingiz mumkin. Lavaga tushib ketganingizdan so'ng shunchaki buni yeysiz va u sizni boshqa joyga teleport qiladi va osongina lavadan omon qoldingiz. U sizni doim randomli tarzda teleport qiladi, ya'ni istalgan joyga teleport qilishi mumkin, lekin unchalik uzoqqa emas. Agar ustingizda hech qanday branchlet bo'lmaydigan bo'lsa, lavaga tushishni maslahat bermayman, chunki buni yeyishga ulgurmay qolasiz. Lekin g'orlardan tepaliklardan tushish uchun juda ham zo'r samarali yo'l. O'ylaymanki videoni oxirigacha ko'rdingiz. Ana endi videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ladigan vaqtga ham keldik. Ushbu videoga ham 100 tadan ko'p like yig'ishimiz kerak. 100 ta likedan keyin yana bitta qiziqarli va foydali video chiqarishga harakat qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha